pechkani. Pechka ishlayapti, issiqqina. Assalomu alaykum hammaga. Bugun 3-yanvar, shanba. Chorshanba kundan beri parkingda turibman, dam olib. Xudo xolasa yukim Belgiyaga, Germaniya bilan Belgiya chegarasidaman. Chorshanba kundan beri bir sherik izlayman, sherik topilmaydi. Unuskilarni ketaman dedi, bunuskilar ketaman dedi. Mana bugun sheriklar juda ko'p. Hamma damda. Mana tojikistonlik akalar topib oldim hozir. Prinsipi bu ekan. Kun salqin bo'lgani uchun prinsipni yo'qyapti, zani isityapti. Xudo xolasa oshni boshlaymiz. Ularga bitta Samarqandcha osh qilib bering, xudo xolasa. Mana bu yerda Indus, bu yerda ham transfer bor, endi bilmadim. Hali tushgani yo'q, shofiri. Yevropaga kelayotganda yaqinroq o'tirib olamiz. Xudo xolasa Yevropaning hayotini ozgina ko'rsataman. Lekin mazza qildim refga, pustoy bo'lsa, tashqari qor yog'yapti. Salqin, lekin bular hozir gradusini ko'paytirib, prinsipni vashi hammom qilib tashadi lekin. Oshimiz pashta tayyor qoldi. Xudo xolasa oshimiz tayyor qoldi. Mana joy yo'qligidan hozir qiynalyapti. Bakoyiga qo'ng'iroqcha ilinganiga qaraganda Indus bo'lsa kerak. Induslardan boshqa hech kim Bakoyiga qo'ng'iroqcha ilmasa kerak Yevropada. Kelinlar, adashgan jigarbandimizni o'zimiz imijimida urib o'ldiraylik. Shu bola 50 ming belgilar ketdi, yaxshi ishdan olsin. Hello, colleague. Where from? What? Where from? India. To'g'ri gapirdimmi? Boshini qo'yib oldi, xursand. Azobda mana shunaqa vaqtda shanba kuni soat necha bo'ldi? 3 bo'lyapti. Pechkani qo'shib qo'ydi, pechkani. Pechka ishlayapti, issiqqina. Tashqari -7 shunday. Lekin ichkari vashi hammom bo'lib yotibdi. Oshni damladi, xudo xolasa. Xudo xolasa tayyor bo'ldi oshimiz. Ha, bu yerda. Super. Super cool. Из Tojikistana, из Toshkent. Qaydansiz? Surxondaryo. Samarqand. Bilinmadi endi. Nima deyishi? Просто like bosib qo'ying.